masalan 55 mingni shunchaki bermaydi-da. Gazon hozir olib keladi. Bunisi yaxshiroq ekan. Lelingni avlodlaridan-da kechagi olib kelgani 1 tiyinga qimmat, hammasi kessakdan boshqa hech narsa yo'q. Bu 4-reys, xudo xohlasa zo'r haydaydi degan gapga mana 4-kun 2 kishini chaqirdim. Gumurlatish kerak, tamom. Hamma ishni ham bir qiyinchiligi bo'ladi. 5 sotiq yerda hozir Rossiyaga kelganmiz. 55 ming rubl gap. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Like'larni gumurlatmayapsizlar-ku. Obuna bo'lishni gumurlatinglar. Mana yangi kontentni boshladik. Xudo xolasa Rossiyaga kelganmiz. 4-5 kun bo'ldi kelganimizga. Ishni boshladik. Hozir mana shu yerda 5 sotiq yer olganmiz. 5 sotiq yerda 2 reys tuproq tashish kerak. Yoyish kerak. 5 santimetrdan yoyish kerak. Mana boshlaganman, ozginasini tashlaganman. Endi video qilib kontent qilay dedim. Xullas 5 sotiq yerga 2 kamaz, hozir yana 3-chisi keladi. 3 kamaz 5 santimetrdan yoyish kerak. Mana shu yerga gazon bo'ladi bu yerga. Qarochi, mana shu 3 kamazni tashishdi 55 ming rubl gaplashdim. Bugun 2-kun. O'tlarni yulganman. 1 kun vaqt ketdi o't yulishga. Endi bu 2-kun ketyapti. 2-kun tuproq boshladim. Hali 3-reys kelgani yo'q. Bugun ko'ramiz qancha tuproq yoyishga uspet qilamiz. Mana shunchasini tashlaganmiz. Dalshi mashina ketyapti. Mana shunaqa yoyish kerak. Tekslaymiz hali buni. Hali buni ish ko'p. 55 ming shunchaki bermaydi-yu. Hamma ishni ham bir qiyinchiligi bo'ladi. Xudo xolasa sizlar obunani gumurlatinglar. Har kun nima ish bo'lsa, ana shuni video qilib tashlab beraman. Farq yo'q. Gumurlatish kerak, tamom. Mana 3-reysni ham olib kelib to'kdik. Xudo xolasa 3-bu bu oxirgi reys. Ular mana yaqinlashib qoldik. 2 reysni ham tashlab bo'ldik. Bir uzun eplolmadim. 2 kishini chaqirdim. 2 kishi bilan bosa-bos qilib 2 reysni tashlab bo'ldik. Ozginasi qoldi, xudo xolasa mana. Endi bu yoqqa bir yarim soatdan keyin tugatamiz yonasib inshaalloh. Mana shuncha qis qolgan, xudo xolasa tugatamiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-kun. Yana tugatmadik. Yana bir reys aytdik, hozir olib kelyapti. Kecha 2 kishini olib kelib ishlatdim. Ko'ramiz oxirida nima bo'ladi, nima qoladi. Mana kecha tugatganmiz, hozir yana bitta kamaz kelyapti. Xudo xolasa va nihoyat. Rossiyaning shopirlari kaskadyor bo'ladi, zo'r haydaydi degan gapga mana tajribasi yo'q. Haydashni ham bilmaydi bular. Bu 4-reys. Haydashni bilmaydi. Orqaga, oldiga haydashni bilmaydi. Bu 4-reys, xudo xolasa to'kilyapti. Ozgina joy qolgan, yetadi bir reys. Hozir ko'ramiz qanaqa tuproq olib kelgan. Kechagi olib kelgani 1 tiyinga qimmat, hammasi kessakdan boshqa hech narsa yo'q. Qancha kessaklarni tashlaganmiz bu yoqqa. Bunisini ertalab mana olib keldi. Ko'ramiz. Bunisi yaxshiroq ekan. Bu yaxshiroq. Kechagidan ancha yaxshi. Bo'ladi, zo'r. Tekslab bo'ldik. Hammasini tekslab bo'ldik. Tashib endi gazonni ekamiz. Gazon hozir olib keladi. Xudo ekib joy. Mana shu bilan hozir tekslab ekamiz. 15 minutda sepib bo'ladi. Ya assalomu alaykum. Bugun 5-kun. Lelingni avlodlaridan-da bu uruslar. Oqtanliklar baribir masalan 55 mingni shunchaki bermaydi-da. Men aytdim, boshida aytdim. 55 mingni shunchaki bermaydi. Mana endi uyda egasiga yoqmabdi. Mana bu kesaklarni yig'ish kerak ekan. Hammasini yig'ib tashqariga olib chiqib tashlash kerak.
aytdim-ku, 55 mingni shunchaga bermaydi. Endi olg'a bosamiz, akansa. Polni tugatamiz. Keyin sanaymiz, shtir. Bo'ldik o'rtoqlar. Ishni tugatdik. Yana qarab, bu yoqqa qaraydi. Qani nima qolgan ekan? Yana nimasini mazgisi. Mayli-da, xullas ekdik-da, men gazonda ekdik. Bo'ldi, tugatdik. Mana darvozadan chiqyapman. Yelkamni chuqur ko'rsin bu yo'q. Endi ish shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Bundan xafa bo'lish yo'q. Mana shunaqa azob chekib 55 ming rublni shunchaga berib qo'ymaydi-da.